shu haqida so'rashadi. Men keyin gazda, o'tda yonadimi, yonmaydi. Endi men qilayotgan texnologiya bo'yicha ishlasa, men inshaalloh menimcha hozir ko'rsatib beraman. Maqsa yaqinda qilib qo'yganim bor edi. Mana bu одноразовый idishda. O'shani hozir gazga qo'yib, qancha vaqt turib bera oladi, nima qiladi, shularni qaraymizda xullas birgalikda. Tak, bu mana polistirol. Bu endi qilinganiga ham ancha bo'ldi. Xullas qattiqligi menimcha yomon emas mana. Endi men buni hozir sizlarga ko'rsatib bera olmayman. Endi mana gaz. Endi sekundini nimasini taxminan qarab ko'ramiz endi. Mana gaz ham ancha qizib qoldi endi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana qo'l pishyapti. Mana endi yonib turibdi mana. Bemalol. Menimcha yonmasa kerak, yana bilmadim mana. Oldingisi yonmagandi. Уже почти yarim daqiqa bo'lib qoldi mana. Polni qo'yamiz mayli. Ja, polni qo'ying, xudo olib ketmasin. Xullas. Mana shunaqa gaplar. Inshaalloh yonmaydi deb umid qilamiz. Endi bilmadim. Yonishga qaraganda tuproq ham yonadi. Mana g'isht tayyorlayotgan paytda g'isht yonib ketadi, misol uchun. Hamma narsa yonadi. Temir ham yonadi, eriydi kerak bo'lsa. Endi menimcha mana 1 daqiqadan o'tdi mana. Bemalol. Lekin mana qo'lim pishgani yo'q, mana bemalol, mana. Shuncha payt turdi, mana. Mana. Tagi yonib turibdi, mana. Past olovda yoqib qo'yibman. Уже 1 daqiqada o'tdi bu. Mana, bemalol mana. Barmog'imni bosib turibman mana. Hali issiq o'tgani yo'q. Mana. Значит, bu bizda 5 sm hozir. Mana shu 5 sm 80-90-100% mana уже qancha vaqt bo'ldi? 1,5 daqiqa bo'lgan bo'lsa kerak. Endi buni hisoblash kerak, bilmadim. Mana. Mana. Bosib turibman barmog'imni. Endi isib boshladi, endi. 2 daqiqa mana o'tda yongandan keyin. Undan oldin polni olovda yoqqanman. Mana.